Qur'oni Karim suralari uzun qisqaligiga qarab 4 turga bo'linadi. Birinchisi yettilik, tivol. Qur'oni Karimdagi Fotiha surasidan keyingi 7 ta uzun sura. Birinchisi Baqara, ikkinchisi Oli Imron, uchinchisi Niso, to'rtinchisi Moida, beshinchisi An'om, oltinchisi A'rof, yettinchisi Anfol, Tavba. Ikkinchisi yuzlik, Miun. Oyati 100 dan oshuvchi suralar. Uchinchisi Masoni, 100 oyatga yetmagan yoki 100 oyatga yaqin suralar. Bular namozda takror o'qilgani uchun ham Masoni deyiladi. To'rtinchisi sahih qavlga ko'ra Mufassal, Hujurotdan Nosgacha bo'lgan suralar.